Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima deyaptilar? Kim menga bitta salovat aytsa, Alloh taolo unga 10 ta salovat aytadi. Kim Rasulullohni bir marta eslasa, Alloh uni 10 marta eslaydi. Alloh taolo uning shu bilan birgalikda 10 ta xatosini kechirib qo'yadi va 10 ta darajasini baland qilib qo'yadi. Demak, bitta ummat banda salovat aytishligi uchun nechta foyda oladi? Alloh uni 10 marta eslaydi, 10 ta gunohi kechiriladi va 10 darajasi baland bo'ladi. Bir dona salovat aytganimiz uchun. Aslida salovat aytish ummat uchun muhim, biz uchun muhim, biz uchun kerak. Biz salovat aytib, Rasulullohga salovat aytib najotga yetamiz. Alloh bizga fazl va fazilat beradi. Va olimlarimiz aytadilar, har bir duodan keyin salovat aytilinsa, Alloh taolo u duolarni ijobat qiladi.